bugungi kundagi tizim degani butun dunyodagi tushuncha, zihniyat shunaqaki, bir odam qo'lida 1 million dollari bormi, u natijaga erishgan. Bir odam 1 millionta obunachi yig'dimi, u natijaga erishgan. Bir odam nimadir qildimi, natijaga erishgan. Bugungi kundagi tizim singdirgan tushuncha shu. Bu tizimni tushunchasi bilan qaraladigan bo'lsa, milliarder, trilliarder bo'lgan Qorun havas qilinadigan, kambag'al bo'lgan Muso alayhissalom bepisand bo'linadigan, muvaffaqiyatsiz. Bu o'lchov bilan qaraladigan bo'lsa, o'nlab payg'ambarlar bo'lganki, orqasidan hech kim ergashmagan. Ular muvaffaqiyatsiz. Bu o'lchov bilan qaralsa, Abu Jahl, Abu Lahab mansabdor bo'lishgan ular. Makkani oldi boylardi va mansabdor bo'lishgan. Ular muvaffaqiyatli va ota-onadan yetim qolgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam muvaffaqiyatsiz. Bugungi kundagi dunyoni o'lchovi bo'yicha. O'shaning uchun biz bo'laylik, o'zimizning aslimizdan og'ishmaylik. Hozircha shu.